Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun Samarqand viloyati Tayloq tumani Juma bozor mol bozoridan video syomkamizni boshladik. Kanalga yangi bo'lganlar obuna bo'lishni bosib qo'yingizlar. Ko'pchilik obuna bo'lmay ko'ryapti ekan. Chorvaga qiziqadiganlarga yuborib qo'yingizlar. Hafta kuniga 29-fevral sanasi har hafta yakshanba kuni bu yerda mol bozori bo'ladi. Sigirlar qatoridan ko'rsatishda davom etamiz. Ayda hammaga o'zim o'tiribdi qani. Nimaga hamma o'rayapman. Ha, sigir savdosi bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Qaysi savdo bo'lyapti? Nech pul so'rayapsiz? 36. Bahosi nech pul aytilgan? Ha, bozorda tug'ib beraman deyapti, shu joyda. 36 million savdosi bo'lyapti mana. Torting qani bitta baqa ko'rsataylik. $36 million mana savdosi bo'lyapti mana sigirimizni. 3-qoringa tug'ay ekan. 80% navoz ichiga. 20% o'g'illarga. Savdosi bo'lyapti. 36 million so'm savdo qilyapti mana. Berishmayapti. Hamma shunga urib olgan. YouTube'ga qo'yib olamizda bu Instagramga. $36 million so'm savdosi bo'lyapti. Ha, bu ham yaxshi. Aka nech pul baho aytyapsiz? 55 kami bor. Bozor nima qildi? 47 55 million so'm kami bor, 47 million so'rayapti. Nechinchi bo'lasiz? Birinchi bo'lasiz. Suti nechta? $55 million so'm baho aytilyapti ekan, 47 million so'm so'rabdi bozor. Bolasi bu qachami? Bolasi bu qacha ekan mana. $47 million so'm savdosi bo'ldi. Chorva bom deb yozsangiz chiqadi. Bir sog'im suti bilan javob beraman men. Uyiga olib borib sinamoqqa ko'rsin. O'zini bitta bor, bergan. Sanki barakasi yo'qmi? Bitta aynan shunda maktab shundan sholni olib kelgan. Mayli o'zini rangi. Polvonni ham olib qo'yaylik mana bu qocha bilan. Devam etamiz. Shunga mos keladi, boshqasi keladi. Bo'g'ozmi bu? 7-8 oylik. Nech pul baho aytyapsiz, nech pul so'rayapti bozor? 37 million baho aytilyapti, 35 million so'm bozor so'rayapti ekan. Birinchi qoringa bo'g'oz. Qiziqanlarga nomerni qo'yamizmi?
Hayır, mayli. Sotilib ketadi deyaptimi? Nima degan kanal bu? Chorva bom degan chiqa. Yavaşla yapıyorlar. Durun. Şunları verin. Biraz 35. 35 million so'm baho aytilyapti. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Bolasi nima, qonojinmi? Bolasi qonojincha. Nechta sutga? 10 ta sutga. Javob deyapti. Olsun ham oli. Bozor nech pul so'ra? Bozor nech pul qildi? Bozor 31 million so'm so'rayapti ekan mana shugacha. Aka, men kelishtirib ko'ryapman. Bo'g'oz bo'lmasa bizni ketolmaydi. Ha, shundoq da, shundoq. Shved kimdan aka? Shved egasini bilmadik. 35 bu. İkinci balası. Yavaş. Bering. Ha, shu savdosi bo'lyapti. Assalomu alaykum. Nech pul baho aytyapsiz? 52. 52. Bozor nima so'ra? Kredit qilib. 47 million so'rayapti bozor. Bolasi nima? Navosi. Nechinchi bolasi? 2-1. Ikkinchi bolasi. Nechta sutga beramiz uni? Nechta sutga? 12 ta sut. 12 ta sutga deyapti. Ikkinchi bolasiga. Bolasi bu qochi. Savdo qilyapti. Rais, yo'lga tushganlarni maqtadi. 35 yo'q, 38 ga bilmayapti. Nech pul baho aytyapsiz? Assalomu alaykum. Nech pul bahosi? 45 yo'q, 45. 45. Bozor so'radimi? Bozor so'radi. Nech pul so'ra? 36-37 deyapti. 45 million bahosi aytilyapti. 36-37 million so'm savdosi o'tdi. Bolasi nima? Ko'kischa. Bolasi buqacha. Nechta sutga? Nima deb yozsak topamiz. Ikkinchi bolasimi? Birinchi qoringami? Birinchi qoringa bolasi buqacha ekan. Nech pul baho aytyapsiz aka? 40. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. 40 million baho aytilyapti. Bozor bilan nima so'rang? 33 million so'm so'ra. Bolasi xonojinmi? 40 million so'm baho aytilyapti. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi qoringa tuqqan. Bolasi xonojincha 30. Nechta sutga? 10 ta sutga javob deyapti. Balachasini qarang, buni balachasini. 45 million bo'lsa. Mana qarang. Nasılsan? Zavchanimni ko'ring. Zavchanni ko'rsinlar.
Nima qiladi? Hozir buni narxini bilamiz. Necha pul baho aytyapsiz? 27 dedik, bu ham hojimon 24 million 100 deyaptilar. 27 million baho qo'ygansiz, ha? O'zim olib chiqamanmi endi? Ha, hoji bu 24 million so'm savdo qilyapti. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi bu qancha? Sutini qancha deymiz buni sutini? 10 ta 8 taga. Sotildimi? Sirazi o'zi barakalla. Necha va ketdi? 24 million 200 ga sotildi mana. Ha, hoji bu oldi. Ha, vakalar sotdi. Buni egalari kim? Sizlarmi? Narxlarni aytasiz. Necha pul baho aytyapsiz? Bolasi bu qancha? 38 million baho aytilyapti. Nechinchi qoringa tuqqan? 3-chi qorin. Bolasi bu qancha ekan? Bozor necha pul so'ra? Hozir 30 so'rayapti. 34 so'rayapti. 30 so'rayapti. Bolasi bu qancha? Ikkinchi qoringa ekan. Sizlardanmi? Bu nechinchi bolasi? Nechinchi qorin? Ikkinchi qoringa tuqqan. Bolasi nima? Bolasi nima? Bolasi nima? Bolasi bu qancha ekan? Necha pul baho aytyapsiz bunga? 38 million. Bozor necha pul so'ra? 32 million so'ra. Birinchi qoringa chorva bom deb yozsangiz YouTube'ga. Bular egalari kim ekan? Bunisi mana qushniki, mana gibrid qushniki. Narxlarni necha puldan aytdi? 70 Gibriddan. Bunisini necha bilmaysiz? Mana bunisini bilmadik-ku. Mana bu smitalar gibrid bo'yna 70 million so'm baho aytilyapti. Shunga hatto topolmasam qo'ymayman tan. Yaxshini qanday? Ana shu chog'ni ham bu. Hozir narxlarni ayt. Uchalasi ham birinchi qoringa. Shundaymi? Ha, buni tuqqan ekan. Necha pul bahosi? Necha pul baho aytyapti? 55 million. Bozor necha pul so'ra? Buni bolasi qani? Bo'g'ozmi? 5 oylik bo'g'oz. Birinchi qoringa tuqqan. Smetalga gibridni nima deymiz buni narxini? 75 deyapmiz, 70 kami bor. 70 million so'm kami bor. Birinchi qoringa bo'g'oz. Necha oylik bo'g'oz? 7 oylik bo'g'oz ekan. Bunisini necha pul deymiz? 55 deydi. 55 million so'm. Birinchi qoringa? Ha, G'unojin. G'unojin birinchi qoringa. 53 million so'm. Bolasi bormi? Yo'q, bo'g'oz aka, 7 oylik o'tgan bo'ladi. Necha baho bo'lyapti? 50. Qancha aka? 55 million so'm aytildi mana buni. Chorva bom deb yozsangiz YouTube'ga chiqadi. Nima deb yozsa chiqadi? Chorva bom deb yozasiz YouTube'ga. Ha, ana ularni telefon nomerini ham qo'yib ketaveringda, bog'lar. Nima deysiz?
$50 milyon savdo qildi mana shuni 4-qonunga yetib qoldi. Bo'g'oz. Bobur aka. Qaysi bir savdo qilyapti? Necha pul savdo qilyapti? Ha? 31. 31 milyon so'm savdo qilyapti. Qaysini savdo qilyapti? 31. Bunimi, bunimi? Aka buni savdosi bo'lyapti. Shu necha pul bo'lyapti? 2 million qilyapti. Ha, shunday. 3 oylik bo'g'oz ekan. 3 oylik bo'g'oz ekan. 32 million so'm savdosi bo'lyapti. Birinchi qoringa bo'g'oz. 3 oylik. Ha, chapga pastga qarab to'g'ri qilishinglar. Necha pul baho aytyapsiz bunga? 40 million diyor. 40 million. Bozor necha pul so'ra? Birinchi qoringa 40 million so'm baho aytilyapti. Bozor necha pul berdi bunga? Hozircha So'ramadim. 32 deyapti. 32 million so'rayapti. Shved kimdan ekan? Qarang, tushganingizdan keyin aka shu boruvlang chapga qarab. 2 kilometrdan keyin u qo'lga akmadan eshikcha bor, bog'. Bunga tent yopilgan. Ana shunda o'tib ketgan qarang. Chapgadan ketgan. O'ng qo'lga akma eshikchada. Men Mirosh akamniki. Mirosh akam. Mana Burayı anlaşıldı mı? Smitalga gibrid. Smitalga gibrid. Rossiyskiga. Aparat bunu aka. Şu burayı Kimdan bu? 20 milyon diyor. 70 milyon. Bozor necha pul so'ra? Aka. 70 milyon so'm baho aytilyapti mana shu sigirga. Olindimi bu? Akmadan tushmay kelursan, qo'lingizga almazor chiqadi. Ha, gata tushab pastga qarab. Akma Ikkinchi Mana bitta ekan, molam bor ekan. ana shu Mana hemen berasizmi qo'yganga? necha pul beraman? Siz to'lashingiz kerak aka.